Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysi yerlerindeki aziz Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Biz Rossiya-Ukraina urushi başlangandan keyinla 3-Dünya urushining boshlanish signali berilayotganligini aytgan edik. Shuningdan keyin dunyo vaziyati va xalqaro siyosat shuning qarta ilgariladi va o'zgarib kelyotdi. Bo'libmi Xitoydagi saylan mezgilida bo'lsin, uningdan keyingi Xitoylarning qo'zg'alib kommunist hukumatni ag'dirib tashlamoqchi bo'lganligi bo'lsin. Veya ki vatanimiz Şarkı Türkistan'da ilip berilayotgan maqsadli qirg'inchilik bo'lsin, Xitoy tajovuzchilarining o'z hokimiyatini texnik mustahkamlab, davlat ichidagi kommunizmga, diktatorlikka qarshi bo'lgan kishilarni qezib chiqib, ularni yo'q qilish orqali kelgusida boshlanadigan urushga qarta o'z hokimiyatini texnik mustahkamlashtirmoqchi bo'lyapti. Bugun biz xabardor bo'lmoqchi bo'lgan mazmun bo'lsa, dunyoda qiziq nuqta bo'lgan Ukraina-Rossiya masalasi. Ukraina raisi Zelenskiy urush boshlangandan buyon Ukrainadan sirtga chiqib baxmagan edi. Chunki urush bo'layotgan davlatlar davlat raisining sirtga chiqishi nihoyat xatarlik. Rais bo'lmagan vaqtda davlat ichida har xil qalayimqanchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Hukumatga qarshi kuchlar qo'zg'alib ketishi mumkin. Mana shunday xatarlik ahvollar qarmay Zelenskiy urush boshlangandan tortib tunji qitim Amerikaga ziyoratga bordi. Ve Amerika'da kızgın kütürlendi. Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki yığında kişiler tarafından 10 minutun artık öğre durup alkışlaşka erişti. His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine. Amerika bu yığından keyin Ukrainaga 45 milyar dollar yardım berdiganligini, onundan başka NATO a'zolari bo'lgan Turkiya va bir nechta davlatlarga berilmagan ig'ir tipdagi yadro qurollarini va davlat mudofaa, havo mudofaa qurollarini berdiganligini aytdi. And really, that probably is air defense. Italy, for example, SAMP-T, the name, they have it. Onundan başka Zelenskiy Biden bilan görüşüp, hazırki urush ahvoli ve kelgusida Rossiyaning nimalarni qilganligini, buningdan keyingi urushning qanday natijalarni olib kelganligi haqida suhbat olib bordi. Albatta Rossiya buning qarta o'z ittifoqdoshi bo'lgan Xitoyga ziyoratga bordi ve Amerika ve Avrupa elleriga NATO'ga qarshi ittifoqdosh ekanligini, tarixdan buyon hech ko'rilib baxmagan shaklda Xitoy bilan yuqori darajada ittifoq hosil qilganligini, birdaklik hosil qilganligini aytdi. Xitoy bo'lsa Amerika ve Avrupaga tahdid silib, Tayvanga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartirish kerakligini, Tayvanga berayotgan yordamlarning to'xtatish kerakligini, samonning tagidan suv yugurtib, yana necha xil tahdid va tanqidlarni qildi. Putin birinchi oydan boshlab Ukrainaga 300 ming kishilik askar avatirganligini, sur'ati ovoz sur'atidan 9 hassa yuqori bo'lgan, xalqarada to'sib qilish mumkin bo'lmaydi deb nom olgan, tezligi ovozning sur'atidan 9 hassa tez bo'lgan, xalqarada ishlatilishi cheklangan bir tanasi 50 million dollar qimmatidagi 1000 kilometr surat bilan uchadigan Zirkon nomli raketalarni ishlatishga boshlaganligini aytdi. Xalqaro analizchilar Rossiyaning Ukraina urushida yana g'alaba qilmasa, hujum nishonini boshqa davlatlarga qaratadiganligini, Rossiyada qaytadan askar to'playdiganligini aytdi. Ukrainaning bo'lsa bu yordamlarni va bu qurollarni olgandan keyin faqat mudofaa shaklidagi urushdan Moskvaga va Rossiyaning boshqa shaharlariga hujum qilish mumkin ekanligini aytdi. Ya'ni Ukraina va Rossiya urushining ko'lami texmi cho'nglaydi, xalqaroga bo'lgan ta'siri yuqorilaydi. Onundan başka Xitoymo Tayvanga har vaqt hujum qilishi mumkin. Xitoyning Tayvanga hujum qilishi dal Rossiya va Xitoyning Amerika, Yevropa va NATO ellariga qarshi urush boshlanishi deganlik bo'ladi. Undaqda biz Sharqiy Turkistonliklar bu xalqaro vaziyatda va boshlanish ehtimolligi yuqori bo'lgan 3-Dünya urushida qaysi tarafdan o'rin olamiz? Bizning nimalarga tayyorligimiz bor? Nimalarga tayyorlik qilishimiz kerak? Bizning hozirgi zamonda va sharoitda bo'libmi Ukraina Rossiya urushidan oldigan natijamiz odam kuchiga qaraganda, askar kuchiga qaraganda yuqori texnikalik qurollar, havo mudofaa sistemasi va chegara mudofaa qurollari nihoyat muhim o'rinda turibdi. Buning uchun nechilgan iqtisod va uningdan muhimi Ukrainani qo'llayotgan Amerika va Yevropa ellariga o'xshash bizni qo'llab beradigan cho'ng davlatlar. Uning uchun hozir biz ilib berilayotgan Sharqiy Turkiston ko'rishida diplomatik munosabatlar, davlatlar aro tanishish, faqat davlatlar aro emas, xalqimiz o'z aro tanishish, tushunish, fikrda, so'zda harakatda birlikka kelishimiz kerak.
Bo'lmasa o'zimizni hech tushunmagan holatda, hech tanımagan kishilar bir arıga kelib, aytda yoki o'g'illikka bir ish qilib ketadishimiz natayin. Har qanday harakat va faoliyat tunishish, tushunishdan keyin boshlandi. Shuning uchun davomli aytilib kelayotgan xalqimizning mu tashkilotlarni tushunish, rahbarlarni tushunish, siyosatchilarni va faoliyatlarni tushunish uchun to'xtamasdan suhbatlarni olib berishga tirishish. Tashkilot rahbarlarining mu, raislarning mu xalqimizni ayrim shaklda yoki jamoat shaklda to'xtamasdan suhbatlarni o'tkazish orqali munozirlarni, savol so'rash faoliyatlarini olib berish orqali tunishmagan kishilar bilan tanishish, tushunishmagan kishilar bilan tushunish hosil qilish biz uchun nihoyat muhim. Fursat kutib turganlarga emas, izlanguvchilarga mansub. Biz oldimizda kelayotgan fursatlarni cho'qim qadrlashimiz, chin tutishimiz kerak. Uning uchun tayyorlik qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bizni bu xorlikdan, bu asoratdan, bu qulluqdan eng tez suratda qutuldirib bersin. Bizning qisoslarimizni texi tug'ilmagan yoki yangi tug'ilgan avlodlarga emas, hozir biz yashayotgan mavjud bo'lgan Sharqiy Turkistonliklarning qo'li bilan elishga Alloh muyassar qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala barliq Sharqiy Turkistonliklarning irodasini, shijoatini texmi mustahkam qilib bersin. Irodasizlikdan, vijdonsizlikdan yiroq qilsin. Ko'rishkish amon bo'lgaysizlar, Allohga omonat.